Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada sizi gacıyoruz. Washington'da sözleyimiz, bugünkü mavzularını sözleştin. Evvel bir cümle. Azerbaycan Amerika o'rtasidagi yetarlik ziddiyatlar, yetarlik ahvolda taraqqiy qilayotganda yana bir ziddiyat qo'shildi. Masalan, hozir Iron ayni chog'da sobiq prezident Obama bilan kelishim hosil qilib, yadro qurollari masalasi bo'yicha tuzgan plandan yoki tuzgan kelishimdan chekinib chiqqandan keyin bugunlardan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump har qanday davlat Iron bilan bo'ladigan xomnefit savdosini to'xtatish kerak. Irondan nefit setib olmasligi kerak. Yani kelar yili va bu yil 11 ayning 4-idan burun bu ishni o'rinlab bo'lishi lozim deb jakarli edi. Hozir Jungo buni ma'qul demasdan, balki aksiya pisand qilmay Irondan texmi ko'plab nefit setib oldigan bo'ldi. Demak, hozir yangi bir ziddiyat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi avvalgi ziddiyatlarga yana qo'shildi degan gap. Biz o to'g'ri so'zlashdan avval işte mavzu qaytib kelib, leksiyalarning mavzusi bo'yicha leksiyalarimizni davomlashtiraylik. Birinchi mavzu bunda hurmatli vatandoshim, jamiyatimiz Xi Jinping bilan ko'rishdi. So'zlashganda u çok yo'q so'zlashni umid qildi. Mavzuda xabar 6-oyning 27-kun Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington, Jungo'ning raisi Xi Jinping haftaning 3-kuni xalq zalida ziyoratga kelgan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri James bilan ko'rishdi. Xi Jinping bunday Amerika Jungo munosabat dunyoda eng muhim qo'sh taraflik munosabatlarning biri. Agar ikki davlat yaxshi munosabatlarni taraqqiy qildira olsa, dunyoning tinchligi va gullanishiga foydali. Reuters agentliği xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Davlat mudofaa ministri James Xi Jinpingga mundaq dedi. Jungo'da intayin yaxshi suhbatda bo'ldim. Men Jungo'ga ziyorat kelganimdan xushalman. Hozir tilg'ilib o'tganda ikki davlatning harbiy ishlar munosabatlariga yuqori darajada ahamiyat berdik. Bu Amerika Jungo ikki davlat tarixidagi intayin muhim bir payt. İki taraf munosabatini ilgari suramiz. Men bugun intayin yaxshi suhbat muhokamada bo'ldim deb hisoblayman. Intayin yaxshi ikki qatam takrorlagan. Xi Jinping bilan ko'rishishdan burun James Jungo'ning davlat mudofaa ministri Wei Penghe bilan ko'rishdi. Reuters mundaq ko'rsatdi. Davlat mudofaa ministri James Jungo rahbarlari bilan o'tkazilgan barliq suhbatlarning Davlat mudofaa ministri Wei Penghe bilan o'tkazilgan dialogda ochiq, yo'roq, samimiy bo'lishini umid qiladiganligini bildirdi. Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lokan 26-kuni muxbirlarning kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo munosabatining o'xshash bo'lmagan mezgillarda, ba'zi sohalarda, ba'zi ahvollarning ko'rilishidan saqlang'ili bo'lmaydi. İki taraf o'zaro hurmat qilish, o'zaro tushunish, hamkorlikni kengaytirish, ixtiloflarni tizginlash bo'yicha ikki taraf munosabatini muvaffaq bir taraf qilish lozim. Davlat mudofaa ministri James bu qatimqi safarda Seul va Tokyoga ziyoratga borib, Chaushani yadrosizlashtirish bo'yicha Yaponiya va Koreyada rahbarlar bilan suhbat o'tkazdi. Xi Jinping Jamesga mundaq dedi. Jungo bir chimdim tuproqidan voz kechmaydi. Mavzuda xabar 6-oyning 27-kun oldingi xabarlari gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo'ning raisi Xi Jinping haftaning 3-kuni ziyoratga kelgan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaasining ministri James bilan ko'rishganda mundaq dedi. Jungo tirishchanlik ko'rsatdi. Jungo tinchlikqa tirishchanlik ko'rsatdi. Dunyoga qalaymakonchilik paydo qilib bermaydi.
Biroq ajdodimizdan miros qolgan bir chimdan tuproqdanmi voz kechmaymiz. Qaltis gap vatandashim, bu da tuproq masalasi, egilik huquq masalasi. Cemiyetiz eğizge ağalığı doğruluq xabar yo'q, biroq tuyuqsuz Xi Jinping bu egilik huquq masalasi, tuproq masalasi to'g'rida so'zlashib qoldi ya Amerikaning davlat mudofaa ministri bilan. Germaniya dolqulları Xitoy til to'rbiti Pensiyaga chiqqan dengiz armiya generali Jim Mattis Jungoning talash tartish bo'lib atgan Janubiy Jungo dengizidagi harbiy faoliyatlarini izchil tanqidlash maydoniga turib kelgan. Amerika harbiy tarafdan ko'p davlat qatnashgan harbiy manevriga Jungoni taklif qilgan chaqiriqnoma qaytarib olgan. Jungoni malol qilgan edi. Aloqador harbiy manevr bu qatam James Mattis Jungoni ziyorat qilgan mezgilda boshlandi. Solomon taqım arallarida 26 davlat qatnashgan harbiy manevr boshlandi. Jungo taklif qilingan edi. 5-ayning 24-kuni taklif bekor qilindi. Manevr hozir boshlandi. Jim Mattisning bu qatimqi Jungo ziyarati bilan Washington o'rtasida, Beijing bilan Washington o'rtasida savdo talash tartishi keskinlashgan bir vaqt to'g'ri keldi. Beijing Amerikaning o'zi boshqarayotgan va demokratiyaning yo'l qo'ygan Tayvanga tutgan pozitsiyasidan qattiq gumonlandi. Tayvan harbiy qurol yarog' setib oldi. Tayvan Amerikadan harbiy qurol yarog' setib oldi. Jungo Tayvanni Jungoning bir qismi deb qaraydi. Markaziy televiziya stansiyasining, ya'ni Xitoy CCTV'ning xabariga asoslanganda Xi Jinping davlat mudofaa ministri Jim Mattisga mundaq degan. Jungo tinch taraqqiyot yo'lida mangadi. Kengaymichilik va mustamlikachilik yo'lida mangmaydi. Va dunyoga qalaymaganchilikmi tepib bermaydi. Xi Jinping mundaq dedi. Jungo bilan Amerikaning o'rtaq qiliqlari ixtiloflardan ko'p ortiq. Ortaqlıqları ixtiloflardan ko'p ortiq. Lekin ish egilik huquq tizimi bütünlüğü meselesiga berib taqalganda Jungoning maydoni qat'iy va oshkoridir. Ajdodimizdan miros qolgan bir jimtim tuproqni qo'limizdan chiqarmaymiz. Boshqalarning narisidan bizga qilchimi kerak emas. Qaltis gapgina boshqalarning narisidan bizga qilchimi kerak emas. Diqqat qildingizmi vatandoshim?